2020-yil fevral oyi. 7-yanvarda cho'ldi. Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahrida Umidjon, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanga biznesmen shug'ullanaman va daromad qilaman. Mana shunday qilib chuvalchanga suv bermaganim 5 yil bo'lgan ekan. Qaranglar, hozir yoshlikda eslamdi. Qaranglar. Chuvalchanga qanday suv beriladi deydi-ku. Ko'rasizlarmi? Maza qiladi chuvalchang. Endi bizda bilasizlar 5 gektarda anavi avtomatik suv beriladi. Ya'ni avtomatik deganda qanday? Har bir bioreaktor deganimiz chuvalchang boqadigan joy. Har bir mana shunday chuvalchang boqadigan bioreaktorimizga oq turba bilan suv montaj qilingan va o'sha montaj qilingan suv kraniga buraysiz, o'zi mana shunaqa yomg'ir qilib sepadi. O'zi chuvalchang eng zo'r sepish. Xohlagan banda qilib sepsangiz ham bo'ladi. Bunday qilib sepsangiz ham, endi mana sepish boshqacha-da, qarang. Manzara qayergacha yetadi dedi-ku. Mana. Sezasizlarmi? Yangi go'ng tashalgan, ya'ni yangi go'ng deganda 2 oydan o'tgan quruq go'ngda faqat yaqinda dalifga berilgan. O'sha mana qaranglar, o'sha tugab qoldi, yuk ortyapti bular. 4-reys yukni ortyapti hozir mana bugunning hisobiga. 2025-yil. Necha edi bugun chislo? 18. Ertalab video qo'ydim. Ertalab video qilganman, uni qo'ydim videoni. Endi bu bugun chiqmaydi baribir. 18-mart. Video qo'yaman. Endi qachon qo'yilsa o'sha payt ko'rasizlar. Mana shunday sepiladi. Ko'p kishilar aytadi-da, chuvalchanga qanday suv beradi. Mana qaranglar, tasavvur qilinglar, mana bu 100 kvadrat. Ya'ni eni 4, uzunligi 25 metr. Qancha vaqt ketdi? Tasavvur qilasizlar. 100 kvadrat. Mana shu yerga mana shuncha joy qilib bittasini tayyorlashingiz uchun 30 millionga chuvalchang olasiz. 30 millionga chuvalchang olib 3 mashina zilda 3 mashina go'ng solasiz. 3 mashina 20 sm bo'lish uchun, mana shuni 100 kvadrat uchun. Xo'p, 30 million so'm, 1 milliondan hisoblasangiz ham 3 mashinangiz 3 million so'm deng. Shraka blok. Xo'p, 25 metrga 25 50 54 bo'lsa taxminan 300 talar shlaka blok ketadi. 2 qator 400 ta deng. 400 ta shlaka blogi 3000 so'mdan bo'lsa, dastavkasi bilan 3500 so'mdan bo'lsa ham 1 million 400 ming bo'ladi. Xo'p, 3 million 30 million, 35 million, 34,5 million, ishchi bilan 35 million so'mga mana shu joyni boshlab olsangiz bo'ladi. Keyin nima qilasiz? 40 kundan keyin dalifga berasiz, ya'ni ozuqa berasiz 10 sm. Hozir mana yangi go'ng deganimiz mana qaranglar, sezilyapti yangi go'ng degan. Yangi go'ng deganimiz o'sha yangi dalifga degan. Ya'ni yangi ovqat. 10 sm go'ng berilgan. Bu hozir 60 sm-lik joyga bosib reaktorga suv sepyapman. 60 sm. Bu taraf baland, narigi tarafga qaraganda. 60 sm-lik joyga suv sepyapman. Endi tasavvur qilib ko'ring. Mana hozir ko'paytiriladi. 100 kvadrat bo'lsa 0,60. Mana shunda, mana shu yerdan shu boshdan shu boshgacha 60 tonna. Aka, mana shu yerda o'zi 60 tonna berish kerak. Hisob kitob bo'yicha mana ber. Hozir 0,6 bo'lsa 60 tonna berish kerak. Shu yerda o'zi. Mana 60 tonna berganmiz degani, xo'p, o'lib qoldi degan, 1,5 ming so'mdan sotdim degan berganmisini. 1,5 ming so'mdan hisoblang 90 million so'm mana. Mana pul qayerda, akalar? Qayerda pul? Rossiya, Amerika deysizlar, to'g'ri, hamma rizqini har joydan beradi Alloh. Bu hazilona gap, hamma qassoblik qila olmaydi. Hamma olib sotarlik qila olmaydi. Hamma ham o'g'irlik qila olmaydi. Hammani o'zining kasbi bor. To'g'ri tushunasizlar. Bu bizning chuvalchang kasbimiz. Endi aytish mumkin, biz chuvalchang boqay, aka, chuvalchang boqish juda oson narsa. Juda oson. Chuvalchanga faqat mana shunaqa xususiy pasdan mazada bu ham-da. Ro'za paytida vaqt o'tmaydi-ku. O'tirib, ezilib, yoz bular yukort etganiga zerikkanimga men aytdim, "Ana nasosni qo'shib bering" dedim. Men bir suv sepaman dedim. Bu qachak suv aka? Necha metrdan chiqqan? Toza ekan-ku, uncha emas-ku. Malades, shirin suv 14 metrdan shirin suv chiqqan bo'lsa. Viloyat qaysi viloyatdan ko'ryapsizlar? Ana shu viloyatda
necha metrdan shirin suv chiqadi, shuni aytaylik. Men shirin suv ichsa bo'ladigan suvda. Bitta narsa aytaymi, men viloyatda ko'p yurganman. Pashta hamma viloyatda, hamma rayonda bo'lganman, hamma viloyatda. Xorazm, Xorazm respublikada, Xorazmliklar ko'rsa, biz respublika deb qo'yamiz. Xorazm respublikasi, Xorazm viloyati, Qoraqalpog'iston respublikasi hammasida bo'lganman, akalar. Hamma joyda ovqatini, taomini hamma joyda inosini yeganman, ovqatini yeganman, hamma joyga borganman. Hamma joyda suvni ichib ko'rganman. Lekin bitta narsa aytay, Surxondaryonikidek shirin suv yo'q. Toshkent suvi shirin deyishlari mumkin. Toshkentda sal suvda xafachilik ko'pda. Nimaga desalar, o'zlaringiz bilasizlar-ku, bilmaganda kommentarga yozsang aytaman o'zim. Krandagi suv xafaroqda, zo'r, yengil suv. Biz ham ichganmiz, ichmaganmiz deya olmaymiz, ichganmiz-da. Lekin Surxondaryo suvi boshqacha akalar. Vahshiy boshqacha. Ta'm boshqacha. Surxondaryo. Boshqa viloyat xafa aka, boshqa viloyatda xafa. Ayniqsa Xorazm, Qoraqalpoq, Buxoro, Qarshi, vahshiy xafa. Qarshilar ham xafa suvi. Shuning uchun sotib oladi Qarshilar ham. Shunday gaplar akalar, mana shuni qancha boqish qiyinmi, qaranglar. Oson-ku, onasini. Mazza-ku. Mazza, yoshligim esimga tushib ketdi. Mana shu qaranglar, men chuvalchang olib kelganimda, men hozir men hozir raisda yoqib yuribman-da. Men ham xuddi mana shunday suv berganman, mana shunday. Aynan mana shunday suv berib, ertalab mana shu ro'za payti edi, hakkaras 2020. Meni qaysi payt to'g'ri kelmaydi. Xullas karantin edi, ro'zada karantin edi 2020-yil, agar kim eslasa. Shu ro'zada og'zimizni yopardim-da, ketardim. Shu piyoda bir o'zim og'zimni yopgandan keyin borib suv berardim. Ertalab borgandan keyin 10 minutdan keyin suv kelar, krant. Ular krant edi. Bu nasosda suv beriladi. Yana kelardi, suv kelardi. Keyin suv beraman, shuni o'tirib, suv berardim, o'ylab, nima bo'ladi, chuvalchang biznesi qanday bo'lar ekan deb. Opamning umidjon yo'q edi, mana kar qilib, "Yukingni tayyorlab ber, yukingni tayyorla, sotib beraman" degan odam yo'q edi u payt. Biz o'zimiz edik, o'zimiz gapiraverardik u payt. Bilaman, mazami qaranglar. Ko'p qoldimi? Qancha bo'ldi? Farhod? 3 tonna bo'ldi men. Mashina qiynamasdan 4 tonna ortib boramiz. Zo'rmi, mazami? Nima deysizlar? Qayerda qayerga ketadi? Kilometrga ketadi. 4 metr, 6 metrga boradi. Shu napor yaxshimi? Xaltani nech pul oldingiz? Nimaga nari xaltana yo'qmi-kan? Mana eng zo'r suv berish mana shu aka. O'ka, chuvalchang yomg'ir yog'yapti, chindan yomg'ir yog'yapti. Mazza-ku deydi. Hop. Shunday gaplar akalar. Ha, elak masalasi bu 4 mana 2 ta 4 ta elak tayyorlagan chiqaramiz mana. 5 ga 5, usti 0.5. Mana ko'rinadi. Ko'rindimi? Ha, 4 ta elak. 192. 3 ta xalta 192 xalta, 192 kilo chiqqan. Bo'la katta xaltalarda bu. Siz ko'rinmadingiz, xotirjam bo'ling. 3 tonna qancha bo'ldi? 3 tonna 280. 3 tonna 280 bo'ldi mana shu. O'sha to'la 4 tonna bilan. Shunday gaplar akalar. Chuvalchang boqish oson, qiyin emas. Yo'q, hamma o'chiring. Mana shu shaxs shu boqqan, shu odam boqqan o'zi. Chuvalchang. Narigi shogirdlarimizning videosini qo'yib beraman, xudo xolasa ko'rasizlar inshaalloh. Rahmat, like bosib, qo'llab-quvvatlaymiz akalar. Jigarlar 5 ta kommentariy yozib, bum qilib, ustozim bu yoqimiz topshiryapti, g'o'shchalar, o'rdakchalar deb ustiga biznes deb qo'yinglar. Sog' bo'lamiz, jigarlarim, rahmat.